oldingi seriyada. Ajoyib, unda keling havo mudofaasini tekshirib ko'ramiz. Va endi biroz qiyinroq sinov. Xo'sh, unda biz sening maxsus qobiliyatlaringni sinab ko'ramiz. Meni Roddi bilan jang qilishga yuborishadimi? Aytgancha, u sizlarga xiyonat qilganining sababini tushunmayapman. Roddi va xoinlik haqida qayerdan bilasan? Vostoga ozroq yuborilish kerak. Bizning monsterlarimiz muammoga duch kelishyapti. Lekin men hali testlarni tugatmadim. Har bir soat o'z vazniga oltinga arziydi. Men yaxshiman, mashg'ulotlarni haqiqiy jangda yakunlab qo'yaman. Uning uchun maxsus kengaytirilgan platforma yasalgan va poyezd noyob yoqilg'i bilan to'ldirilgan. Mening kuchim ortib ketyapti. Tezroq ketaylik, men jim o'tira olmayman. Bularning barchasi juda ham g'alati. Oy oy. To'xta. Ularning yangi monstri to'xtatildi. Poyezdni to'xtating. Hammasi joyida. Men bunga dosh bera olaman. O'rtoqlarimiz oldiga shoshiling. Davomi bor. Ovoz berdi Uzreon. Aytgancha Telegram guruhimizga qo'shilishni esingizdan chiqarmang. Guruh havolasi kommentariyada bo'ladi.